Assalomu alaykum. Men Normatov Bobur, 1993-yil. Hozirda buyuragim ishlamay qoldi. Operatsiyaga muhtoj bo'lib qoldim. 3 ta kichkina farzandim bor, voyaga yetmagan katta o'g'lim 5 yosh, kichkinasi 9 oylik. Qaramog'imda akam borlar. Akam o'zgalar qaramog'iga muhtoj. Bolalikdan akam nogiron. Akamni yolg'iz qarovchisi manman, ota-onamiz yo'q. O'shanga hozir operatsiyaga mablag' tomonlama qiynalib turibmiz. Operatsiyaga o'sha yordam berishingizni so'rayman. Hozirda akam o'zlari yura olmasalarda, o'sha akam donor bo'lyaptilar menga. O'shanga yordam berishingizni so'rayman. Lekin qadrdonlar sog' salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Bugun Bobojon do'stimizni yoniga keldik. Imkon qadar imkoni borlar, iloji borlar do'stimizga yordam qo'lini cho'zishlarini so'rab qolamiz. Oilada boquvchisi yo'q, yolg'iz boquvchi Boburjon, 3 nafar farzandi bor, akalari bor. Endi akalari nogiron bir joyda faqat uyda o'tiradilar. Shunga agar imkoni bo'lsa, imkoni borlar bir qadrdonchilik nuqtai nazaridan dinimizda ham aytilgan, hech qachon musulmonni bir og'ir kunida, og'irlarni baqirib turmay hech qachon yordam berishingizni so'raymiz. Xudo xolasa ehsonni mukofoti albatta chiroyli, yaxshi holatda bo'ladi. Yordam qilishingizni so'raymiz. Qolgan ma'lumotlarni